Va so'nggi so'zim, namoz bu yo'q bo'lib qoldi. Mana u qarz balosi. Qarz balosi juda ham katta bugungi kunda dunyoda, ayniqsa O'zbekistonimizga bir balo bo'ldi. Bu mana yolg'onchilar, kazzoblarning kasofatidan. Bir-biridan qarz oluvchilar chunki bizni huzurimizga keladi-da. Hazrat deydi, nima yechim deydi. Ana u deydi, birodarim deydi. Yonida 30 yillab ishlaganlari xiyonat qilib ketyapti. Avvalida 17 yildir nechidir yaxshi sherik bo'ladi, keyin sherikligiga xiyonat qiladi. Pullarni bermayapti. O'shalar ham bugun tavba qilsin. Bugun tavba qilsin. Ayniqsa qarab turing. Payg'ambar alayhissalatu vasallam oy qarz olayotganlar. İmam Masruq, ya'ni tobiin, Hazrati Oysha onamizning shogirdlari aytadilarki, Hazrati Oyshadan eshityaptilar. Hazrati Oysha onamiz Payg'ambar alayhissalatu vasallam har kunlik duolarda eng ko'p duo qiladigan hollari minal ma'sami val mag'rami deya duo qilardilar. Allohim men sendan gunoh ishlardan va qarzdor bo'lib qolishdan panoh so'rayman deya Rasululloh har kun duo qilardilar desalar, Masruq tobiin so'rayaptilar. Kimdan? Hazrati Oysha onamizdan. Gunohlar endi ma'lum, lekin qarzdorlikdan Rasululloh namuncha har kuni 5 mahal qo'llarini ochib olib Alloh taoladan panoh so'rab duo qilganlar. Nimadir buni sababi? Nega desalar, qarang, Hazrat Oysha onamiz so'zlarini eshiting. Iza gharima ar-rajul haddatha fakazib va wa'ada fa akhlaf. Bo'ldi, munofiq bo'ldi qoldi. Agar bir kishi biridan qarz oladigan bo'lsa, u nima qiladi? Yolg'on gapiradi. Nima deydi? Bunaqa bo'lib qoldi, unaqa bo'lib qoldi, hozir unaqa edi, bunaqa edi deydi. Keyin va'da beradi, bir oydan keyin olib kelib beraman deydi. Bizda shunday bo'lmayapti hozir. Shuni battari bo'layapti. Va'da beradi-da, keyin olib kelmaydi. Demak, o'sha gapirgan paytda o'zi yolg'on gapirdi. Va nima qildi? Va'dasiga vafo qilmadi. Munofiqning sifatini eshitaydi, 3 ta edi. Ikkalasini jamladi-ku, hali 3-chisi bor. Lekin to'liq munofiq bo'lmadi-ku, qoraga demang. U keladi hali. Bu bechora pul bergan, hoji aka unaqa emas edi, bir oy devdingiz desa, unga baqiradi yuziga. U bilan chunki munofiqning yana bitta sifati nima qiladi? Omonat berilganda omonatga xiyonat qilyapti u. Yana bir munofiqning 4 ta sifati bor. Bir hadisda 4 ta deb kelgan. 4-inchisi nima desa, va iza khasama fajar deydi. Tortishadigan bo'lsa, o'zini yo'qotib, butun insoniylik tabiat fitridan chiqib ketib, insoniylik fitratdan chiqib ketadi. Faqat ana kishiga yopishib, o'zi sen bunaqa eding, palon eding deb turib, bechora u qarz bergan va bundan so'kish eshitgan. Hozir shu bo'lmayaptimi? Bo'layapti. Keyin biridan qarz olayotgan paytingizda ehtiyot bo'ling. Bizlarga kelyapti, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi degan paytlarda men shu hadisni yodlab ol deyapman. Nima? Hazrat Abu Hurayraning hadislari. Eng bo'lmaganda siz ma'nosini bilib oling. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallohu anhu debdilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam. Payg'ambar alayhissalatu vasallam shunday dedilar. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallohu anhu va man akhadha yuridu itlafaha atlafallohu anhu dedilar. Kimda kim bir insonlardan qarz olsa, bo'pti, bir hojati bo'lib qarz olsin, mayli. Qarz olish bor, qarz hasana berish bor. Lekin hojati bo'lib qarz olsa-da, niyatida agar berish bo'lsa, Alloh uni berdirib qo'yadi dedilar. Lekin niyati buzuq bo'lib, uni uxlatib ketaman desa, hozir uxlatish bo'layapti faqat. Kimga bo'lsa, Hazrat duo qiling, bizni uxlatib ketishdi. Hazrat sheriklarimiz xiyonat qilishdi. Nima mana shu bozorlarda bo'layapti? Tadbirkorlarda bo'layapti. Qancha sheriklar orasida bo'layapti. Mana u duoyi bad bo'ladi. Rasululloh nima dedilar? Agar niyati buzuq bo'lib, niyatida qaytarmaslik bo'lsa, Alloh uni qaytaranmaydigan holatda qilib qo'yadi. Eshitdingizmi? Bugun mana shu ommaga tekkan bir balo deya aytayapmiz. Ro'zada hammamiz yig'ilib qolibmiz. To'g'ri, hammamiz xolis bir niyatda bu yerda inshaalloh solihlar o'tiribdi. Hamma o'zini yo'lini bilgan, alhamdulillah toatda, ibodatda, kunda domlamni ma'ruzalarini eshitgan, qorjonlarning tilovatidan huzurlanayotgan zotlar o'tiribdi, duo qilib biz albatta umid qilamiz. Lekin siz yon atrofingizga ham qarang, mana shundaylar bor jamiyatimizda, siz yetkizing. Bugun eshitgan bu da'vatingizni yetkizing. Qarz olayotganlar niyatlarini to'g'rilasinlar. Firibgarliklar qilib, u yolg'on bo'xtondan bu har xil o'zini bir haligi mashinist va deydimi, ko'cha tilida hozir bu tijorat tillarida o'shanaqa haligi firibgarlik yo'llari bilan mol to'payotganlar ehtiyot bo'lsinlar, unga bug'ilib o'ladilar oxiratdan avval. Va oxiratlari xor, Alloh asrasin.